Аңлаватқаныңлар Uyg'ur xalq cho'chaklaridan ur to'qmoq. Burunqi zamonda bir boy bilan bir mo'may o'zining 3-4 yetim nevrasini beqib bir daryoning bo'yida yashaydi ekan. Ularning faqat bir tupli qog'i chigdisi bor ekan. Ular to'laroq shu chigdi bilan kun kechiradi ekan. Ammo bu chigdiga qog'lar o'rganibdi. Biri kessa, biri kelib chigdiga orom bermabdi. Boy chigdini qog'lardan saqlashning amalini izlabdi. O'yla oxiri chora tepdi. Biri kaptarning bochkisini o'ldirib, qinini putlarga, kindikiga beshig'i suvabdi-da, chigdining ostiga kelib, o'lib qolgandek bo'lib yetibdi. Bir chaqlardan keyin bir qog'a chigdiga kelib qonib, kepak bosgan konini suzib qaqildabdi. Boyning yuziga chigdilardan bir nechini cho'qilab tushirib sinabdi. Qarisi jim. Hay, bu bir top o'xshaydi deb pastga tushibdi. Asta olchanglab kelib, boyning qo'rsqi ustiga chiqib, kindikidagi qetib qolgan qonlarini cho'qib yeyapti. Og'zini tamshib, shunda qarasa, rostila o'ziga atalgan bir o'lja. Qag'a avval o'likning ko'zini cho'qib yey deb, bir sakrab boyning echilib qolgan og'ziga qo'nibdi. Nada tursin ko'zini cho'qish. Qag'a o'z qo'yida qopdi. Qarasa, barmoqlari boyning og'ziga qisilib qopdi. Qag'a darrov bir hiyla o'ylab, "Ha, muborak bo'lsin, tirilib qolganlarga boy" debdi. Boy deb og'zini shundoq aytishiga qochmoqchi bo'lgan qag'a endi o'zini boyning changilida ko'ribdi. Axir qag'a, "Ha, o'zlariga nurg'un yaxshiliklar bo'lg'ay, meni qo'yib bersinlar" deb yolvoribdi. "Xos qoldim, ko'zimni senga hadiya qilg'ili, endi seni qo'yib berish degan nadiki gap?" deb unimabdi boy. "Men sizlarni tugumas boylikqa yetkazib qo'yay" deb yolvoribdi qag'a. "Men chiroyli so'zlarga aldanib, qiyirg'anda mush kunga qolgan. Endi umrimning oxirida senga aldanib nega boray?" debdi boy. "Men qog'ilarining eng qirisi, yeshim mingdan oshdi. Oxirgi umrimda va'damga shundoq bir vafo qilib o'tayki, odam bolasi meni bilib qolsin" deb kosa engaklarini boyning o'tundek barmoqlariga surkib yig'labdi qag'a. Qiyrining qayoshi degandek boyning ko'ngli erib, "Xayr, bunimi bir ko'rib boqay" deb qog'ini qo'yib beribdi. Qag'a intayin xo'shal bo'lib, ta'zim qilib, "Ha, qani, mening orqamga kelib mansala" debdi. Qag'a birdan bu daraxtga, birdan bu daraxtga qo'nib, oxir bir jangalning o'rtasidagi ajoyib yo'g'on qiyri bir to'g'riga kelib qo'nibdi. Boy yossisi bilan do'ng'aqlab kelib, atrofga shunda qarasa, charvomal degan mig'ildab yaylagan. Qo'ylarning ustida to'rg'aylar o'lagan. Suluq otliq shundoq bir chiroyli bir jangal. Qag'a to'g'raqning tuvida kamarning yeniga tushib, "Xo'sh, boy, qani iltifot qilsala" deb uyiga taklif qildi. Boy, "Bu kamarga men qandoq botaman?" debdi. Qag'a, "Qani, qadamlarini qo'ysala, bir gap bo'lar" deb qo'l bog'lab turibdi. Boy, "Xayr" deb shundoq qadam tashlaganini bilibdi, qolganini bilmabdi. Ko'zlariga har xil yorug'lik ko'rinib, quloqlariga xilma-xil yaqinliq ovozlar anglanibdi. Oldiga o'nchilar chechilib, quluplar jaranglab, cho'ng eshiklar ochilibdi. Qarisi boy bir bo'stonliqdagi supiga kelib qoldi. Qag'a boyni supining ustiga taklif qildi. O'zi supining chetidagi putlarga rang-barang gullar yomishib ketgan bir kursining ustiga qo'nib, "Men qog'ilarining bo'g'isi. Odatimiz shundoq ekan. Sizlarga yo'l qilib qoldim. Xayr, va'daga vafo. Qirraq" deb ekan, supining oldiga bir qora eshak paydo bo'ldi. Qag'a, "Mana bu eshak sizlarga vafolik sovg'asi. Sizlar bu eshakka shundoq minganda o'zlarini bir yo'l ustida ko'radilar. Shu yo'l bilan mengib, kech qolsalarmi, hech kimningga qo'nmay, uylariga borsalar. Agar boylik lozim bo'lsa,
mushu eshakni bir ko'rpining ustiga chiqarib, "Sanqang ishigim sanqang, oltin kumush sanqang" desizlar, sizlarga oltin kumush sanqab beradi. Lekin bu sirni hech kimga aytmasizlar. debdi. Buvay xo'p deb eshak shundoq minishiga rost degandek o'zini yo'l ustida ko'ribdi. Manga kech bo'pti. Oldiga bir tugman uchrabdi. Tugmanchi chiqib, "Voy, qo'nib ketsizlar" deb uyiga boshlabdi. Akşamı yatardı buvay tugmanchiga, "Eshkimga oltin kumush sanqon demay, obdan qarab qo'ysana" deb uxlab qopdi. Tugmanchi kechada asta chiqib, eshakka yilqi gapni deb tikan bir muncha tanga tezaklab beribdi. Tugmanchi eshakni tegishib olib, jon durmay uyga kelib uxlayapti. Buvay sahar turib, eshakning almashtirilganligini sezmay, minib yo'lga ravon bo'ldi. Uyga berib, bo'lgan voqeani momoyga va navaralarga so'zlab beribdi. Yiroq yaqindagi tonish bilishlaridan zilchi gilam so'rab kelib, uyga sopdi va podshohni bu karomatni ko'rishga taklif qildi. Eshakni ko'rpiga chiqarib, qog'i o'gitib qo'ygan yeniqi so'zlarini debdi. Eshak jim turibdi. Ikkinchi qatim debdi. Eshak yana jim turibdi. Uchinchi qatim yana debdi. Eshak yana jim. Oxiri kaltak bilan rosa birini urib, varqirab debdi. Eshak oyoqqa chidamay bir injiqlab tikan oltin kumushga tikilib o'ltirgan podshoh tezak ostida qoldi. Podshoh g'azabga kelib, "Jallod" deb varqirabdi. Biroq atrofiga qarasa, jallod yo'q. "Kimingni ahmoq qilasan, ha?" deb buvayni toza urib, yerga cho'kib o'tib ketib qoldi. Bechora buvay atsi ko'zini ochsa, momoy ham yig'lab, ham toptani qilib, beshida o'ltirg'adek. Buvay tishini tishlab, o'rindan turib, eshakka minib, jangolga qarab yo'l oldi. Qag'ining oldiga berib, bo'lgan ishlarini bayon qildi. Qaga buvayning gaplarini to'liq anglagandan keyin qirroq deb tikkan darrov bir supur paydo bo'ldi. Qaga, "Mana bu supurni eling. Qachonki g'azo tomoq lozim bo'lsa, echil supuram, echil desangiz, darrov echilib, ustida xilma-xil taomlar hozir bo'ladi. Yo'lda hech yerda qo'nmang. Supurining sirini hech kimga aytmang" debdi. Buvay xushal bo'lib, supurini elib, yo'lga ravon bo'ldi. Manga kun kech bo'ldi. Yana yeliqi tugmanchinikiga tushibdi. Yetish oldida, "Mau supurumga, echil supuram echil demay, obdan qarab qo'ysala" deb uxlab qopdi. Tugmanchi kechada asta qopib, xotin bolalari bilan gapni bir qilib, "Echil supuram echil" degan ekan, supuridan xilma-xil g'izolari chiqibdi. Tugmanchi boy u g'izolarini bolalari bilan hapala-shapala yeyishib, qolganini jimiq turib, supurini tegishibdi. Buvay attigini supur g'izan qo'ymayla, qo'ltiqiga qisib yo'lga tushibdi. Uyga kirmayla, momayga supurining sirini so'zlab, momayning unimig'iniga qaramay, uy rostlatib, podshohga xabar beribdi. Podshoh bu qatim o'zi kelmay, vazirlarini avatibdi. Vazirlar so'rin tuzib o'ltirishibdi. Necha kundan beri och qolgan navkarlarmi qo'llarini yuvishib, eshikda talbirib turibdi. Hamma tayyor bo'lgandan keyin buvay "Echil supuram, echil" debdi. 2 qatim debdi, 3 qatim debdi. Supuradan hech sado chiqmabdi. Vazirlar qoyib buvayni urib, dumul tevetib, o'rniga qaytibdi. Momay yig'lab turib, buvayga yana toptani qildi. Buvay qanday qilishini bilolmay, martam 3 martam deb yana jangolga yo'l oldi. Berib, qag'ining oldiga kiribdi. Voqeani bayon aylabdi. Qaga, "Qaq, xayr, bu eng oxirgisi bo'lqay. Qirroq" debdi. Buvayning oldiga bir tulum paydo bo'ldi. Qaga, "Mana bu tulum ichida bir to'qmoq bor.
qachonki beshingizga kun tushadigan o'rtoqliqim o'r desingiz har qanday mushkul ishingiz oson bo'ladi deb yana boshda aytgan gaplarini chekib buvayni yo'lga sapdi. Buvay yana heliqi tugman oldiga kelishiga tugmacha chiqib voy aka qo'nib ketsizlar deb to'sibdi. Buvay xayr deb eshakdan tushib yetish oldida mavu tulumning ichida bir to'qmoq bor. O'rtoqliqim o'r demay obdan qarab qo'ysala deb uxlab qopdi. Tugmanchi xotini bilan tulumni asta boshqa uyga o'g'irlab chiqib o'ttirg'a qo'yib o'rtoqliqim o'r degan ekan. Tulumdan to'qmoq chachirab chiqib tugmanchi va uning xotin bolalarini shundoq urg'ila turibdiki dod faryod pushaymon dastidan jahonda turib bo'lg'ili bo'lmabdi. Buvay yugurib chiqsa ish boshqacha. Buvay to'qmoqqa texmi chingroq buyruq beribdi. Tugmanchi voy aka eshaklarini qaytirib beray deb eshakni tepib ketdi. To'qmoq to'xtamay tugmanchining xotinini uraveribdi. Tugmanchining xotini ming bir o'zira aytib supurini qaytirib beribdi. To'qmoq yana to'xtamabdi. Ular bolalarimizga pandiyat 100 ming pushaymon to'qmoqni to'xtatding bova deb ma'no qildi. Buvay tur to'qmog'im tur debdi. To'qmoq to'xtabdi. Buvay hamma narsalarni qaytarib olib, o'zining avvalgi eshigiga minib, naqsini do'ng aytib, yo'lga ravon bo'pti. Talay kelsa beshimga, yor kelar qishimga. To'qmoq yeydi aldamchi, to'pi solsa eshimga. Buvay uyiga kelib, momayni qoyil qilib, tonish bilishlarini qichqartib, yana podshohga yuguribdi. Podshoh, nima baloga qoldin bu ahmoq gaday bilan deb qo'g'lab chiqaribdi. Arqadan podshohning tamaga o'ginib qolgan ko'ngli besilmay, yana berib yiqinglar deb bir necha yasovullarini avatibdi. Buvay g'izodan keyin eshakning karomatini ko'rsatib, yasovullardan podshohga nurg'un oltin ko'mishlarini sovg'at qildi. Podshoh sovg'atlarga qanoat qilmay niyatini buzibdi. Buvayning uyini qushqashning o'sini buzgandek buzdirib, hamma narsasini xazinaga olmoqchi bo'ldi. Buni o'rtadagi bog'van qiyri anglab qelib, buvayga xabar qildi. Buvay o'ziga chiqib tayyorlanib turibdi. Qarasa, rost degandek bir muncha lashkarlar kelyotgandek. Lashkarlar yaqinroq kelganda buvay tovlab, "Hay, lashkarlar, orqanglarga qaytinglar. Oltin kerak bo'lsa, avatib turay. Bizni xotirjam kun ko'rgil qo'yinglar" debdi. Lashkarlar unimay bostirib ketdi. Buvay xayr deb to'qmoqqa buyruq beribdi. "Ur, to'qmog'im, ur!" To'qmoq lashkarlarni shundoq salg'il turibdiki, jahon to'pchonga aylanib, oran 3 kishi qechib qutulibdi. Podshoh g'azabga kelib, hamma lashkarlarini chiqaribdi. To'qmoqmi hamma kuchini chiqarib, o'rg'ala turibdi. Xalq to'qmoqning orqasidan yuguribdi. Lashkarlar soyning teshidek qirilibdi. O'rda elinib, jang tamom bo'ldi. Al aman qopdi. Xalq o'z ichidan adil bir kishini tepib, podshoh saylabdi. Buvay bilan momaymu murodiga yetib, olamdan o'tibdi.